Hozir otajonimizga telefon qilib pul so'rab ko'ramiz. Bizga ishonadilarmi yo'qmi bilmadik. Chaqiryapti. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kunlarim qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Ada, bitta iltimosimiz bor edi. Hop, Yangi proyekt ustida ishlayapmiz-ku hozir. hop. O'shanga ozgina bizga pul kerak bo'lib qolgandi. Kimga sallagami? Qizlaringizga. Har- Oldingi safar aytdik-ku. Man qizlarim har doim aldabdan so'raydi, o'zi so'ramay, hech qachon pul so'ramagan salla nima so'raysizlar endi? Yo'q, rostdan. Men даже esimdan chiqib qoldi qachon pul so'raganlaring tavba qildim. Yo'q, rostdan bu safar pul kerak bo'lib qoldi, ada. Yo'q, video. Chiroyli bo'ldi. O'zi qizlaringiz chiroyli bo'ladi. Keldi. O'zi chiroyli endi hech sverda o'tirib olsalar deb unda bo'sh. Yo'q, mana. Bemalol. Yo'q, video emas. Unda kichkina bo'lsa o'zimiz eplaymiz-ku, bilasiz. Sal kattaroq summada. Ana o'zimizni qurbimiz yetmagan darajada. Qurbuzi yetguncha topib beramiz qizim. Salladan bilasanlar-ku, tompi-pompilarni hech narsa qizg'anmayman. Rahmat, boringlarga shukr. Joy kerak bo'lsa ham uchastkani sotib qo'ysam pulni beraman. Yo'q, hozir u darajada emas-ku. Salladan hech narsa qizg'anmaganman-ku shu kungacha. Xudo xohlasa bundan keyin ham qizg'anmayman qizlarim. Siz dunyodagi eng zo'r otasiz. Sizdagi ota dunyoda yo'q. Shikolat qizlarim salla. Voy bizning shikolatimiz. Asalimiz Bounty'miz. O'zi Bounty'ni yaxshi ko'ramiz, siz bizning Bounty'mizsiz. Ada, rahmat. Shunchalik har doim yoshligimizda nima desak hech qachon yo'dmagansiz. Men salla uchun yashayman deya, o'zim uchun emas-ku. Salla borlari uchun menga bir bu hayotda mazmunim salla-ku. Salla bo'lmasa, Abbos bo'lmasa, onang bo'lmasa, hech kim bo'lmasa nima naf yashash? Nima naf ishlash, nima naf pul topish? Agar sallaga bermasam, sallaga ishlatmasam, salla uchun qilmasam, kim uchun qilaman? Men ham g'ururlanaman menda, shunaqa farzandlarim bor edi. Papulichkam. Bye bye. Bye bye.